orasida bugungi kunda Ramazondan oldin baliq yeyish kerak, xalqim tozalanadi degan gap yuribdi. Shariatda asos bormi bu gaplarga o'zi? Xo'p, biz o'qigan, biz xabar topgan kitoblarda aynan baliq yeganda xalqim tozalanadi degan masala uchramaydi. Baliqni halol haromligida zabh degan narsa, halol so'yish degan narsa yo'q. Keyin uning jasadida uni biror bir narsa yeb qo'ygan bo'lsa, makruh bo'lib qoladi degan narsalar ko'rilmaydi. Ya'ni uni halolligida shak shubha yo'q bo'lgan ovqat degan ma'noda agar ishlatmasa shariat nuqtai nazaridan. Boshqa bironta bir asos yo'q. Oyat hadislardan bunga bir dalil ko'rmaganmiz, ulamolardan, ustozlardan ham eshitmaganmiz. Lekin buni tabobat ulamolardan, olimlardan so'rab ko'rish kerak, balki baliq yeganda qandaydir insonning organizmi tozalanib, ro'za tutishga salohiyati ortib, chidamliroq bo'ladi yoki bo'lmasam yil davomida olmagan qandaydir oziqalarni oladi degan ma'noda bo'lmasa, agar shariatda unaqa jiddiy talab yo'q buni.